Assalomu alaykum. Neft gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiya kafedrasi 22-26 guruh talabasi Bolbek Maqsud bo'laman. Bugungi mavzuyimiz katalitik cracking qurilmasi texnologiyasi sxemasi bo'ladi. Xomashyo 22-nasos orqali 21-issiqlik almashtirgichga kiritiladi va issiqlik almashtirgichda 200 gradusgacha qizdiriladi. 200 gradusgacha qizdirilgan xomashyo 9-quvurli pechga yuboriladi. 9-quvurli pechga yuborilgandan so'ng katalizator kiritilgan joyga kiritilib, hosil bo'lgan suspenziya 7-reaktorga yuboriladi, 6-quvur bo'ylab. Bu jarayonda suv bug'i bosim ostida yuboriladi va bir vaqtning o'zida 5-quvur bo'ylab resirkulyat yuboriladi, 7-reaktorning mavhum qaynash nuqtasiga yuboriladi. Cracking mahsulotlari gaz va bug'lardan iborat hisoblanadi. Gaz va bug'lar ikki bosqichli siklon tizimidan o'tgandan so'ng 13-refrigeratsiyon kolonnaning pastki qismidan beriladi. Pastda kokislanib qolgan katalizator havo bosimi ostida 1-regeneratorga 3-liniya bo'ylab yuboriladi. So'ng qayta tiklangan katalizator 2 va 4-quvurlar bo'ylab 7-reaktorga beriladi va regeneratsiya gazlari ikki bosqichli siklondan o'tgandan so'ng regeneratorning ustki qismidan chiqarilib yuboriladi. Gaz va bug'lar refrigeratsiyon kolonnaning pastki qismidan berilgandan so'ng gaz bug'lari, benzin bug'lari va suv bug'lari kolonnaning ustki qismidan chiqadi va havoli sovutgichdan o'tib gaz suv ajratgichga tushadi. Gaz suv ajratgichdan ustki qismidan gaz, pastki qismidan suv va benzin chiqadi. Benzinning bir qismi refrigeratsiyon kolonnaning ustki qismiga qaytarib beriladi. Maqsad jarayonni to'yintirish uchun yuborib beriladi. Suv va benzinning qolgan qismlari barqarorlashtirish blokiga yuboriladi. Gaz esa fraksiya ajratish seksiyasiga yuboriladi. Yengil va og'ir gazoillar 14-bug'latuvchi kolonnadan chiqarib yuboriladi va og'ir gazoil 11-nasos yordamida pastki qismidan 8-suvli sovutgichga o'tib 13-refrigeratsiyon kolonnaning pastki qismiga to'yintirish uchun qaytarib beriladi. Bu jarayonda maqsad ko'chish changini oldini olish va changlar ko'chishi 15-shlam ajratgichga tushadi va shlam ajratgichdan 12-nasos yordamida 7-reaktorga qaytarib beriladi. Jarayon shu tarzda ishlaydi. Bu katalitik qurilmadan, bu jarayondan maqsad oktan soni yuqori bo'lgan benzin mahsulotini olish. E'tiboringiz uchun rahmat.